Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun qalamchi qilish uslubini yana yangi turini o'tgan safar aytgandim, ko'rsatgandim, yana ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik juda past ovozda gapiryapsiz deyapti. Endi qattiq gapiraman shekilli, o'shanga boshqatadan olyapman. To'g'ri qalamchi qilish uslubini ko'pchilik bilasiz. Mana bu 3 ta pochka qoldirib, 3 ta barg o'rni qoldirib qilingani yengil tuproq qilamiz. Mana o'tgan safar aytganman qanday tuproq qilishi. Keyin yangi chiqayotgan mana tushib ketdi. Yangi chiqayotganini olib, mana orasidan chiqayotganini. Faqat mana orqa oyoq qismi sal qattiqroq bo'lishi kerak. Buni bahor paytida qilsangiz ham yaxshi bo'ladi. Gullar qirqishdan oldin ko'pchilik ba'zida kech qolganlar bo'ladi. Yondan 2-3 ta chiqqanlari bo'ladi. O'shalarni qilsalar ham bo'laveradi. Mana oyoq qismidan mayda bakchalarni uzib tashlaymiz-da, keyin mana yasaymiz. Nimaga yo chesnokka yoki aloe bargiga nima qilsangiz bo'ladi. Men bu safar chesnokdan foydalandim. Buni ichiga shu mandarin, apelsin, ozgina guruch, chesnokni maydalab turib, eritilgan suvini quydim va chesnokka tekizib turib, mana shuni yaxshilab mana sayamizda tagini yengilgina bosib qo'yamiz. Bosib qo'ydik. Yengilgina. Buni ham xuddi shunaqa tayyor qilib bo'lganman. Keyin ko'pchilik so'rayapti, bu bakalashkangizni tag qismi teshikmi yo teshik emasmi deb. Mana bakalashkan tag qismi teshiladi. 1 litrli bakalashka tag qismi teshiladi va mana sayib qo'yiladi. Va uni ustiga parnik qilib, mana shunday qilib turib, yo bakalashka to'ntarsangiz ham bo'ladi, yo shuni yopib turib, mana aylanma atrofidan skoch tortib qo'ysangiz bo'ladi. Mana skochda bunday aylantirib skoch qilsangiz ham bo'ladi. Skoch qilib, lekin yoniga gulli nomi, masalan, Yubiley Prince Monaco, Yubiley Prince de Monaco deb bugungi chisloni yozasizda. Bugun xudo xolasa 9 oktyabr 2025-yil deb belgilab qo'yasiz. Shu bilan 1,5-2 oy tegilmaydi. Men buni 1 litrga qildim. Men buni bahorgacha tegmayman, qoladi bahorgacha. Chunki boshqa tuvakka o'tkazish hojati yo'q, o'zi 1 litrda. Agar ichida qolganlarini 4 ta 5 ta qilingan bo'lsa, erta bahorda, mart oyida ajratib boshqa tuvalarga o'tkaziladi. Bu ikkalasi turaveradi. Qachonki bu o'sib kattaroq bo'lib, bo'yi bir qarich bo'lganda, yengilgina tagidan qirqib qo'yasiz va yonidan shoxlaydi. Qirqmasangiz so'qqayib bitta novda bo'laveradi xolos. Shuning uchun ozgina 15 santimetr bo'lganda, 15-16 santimetr bo'lganda 2-3 ta barg qoldirib turib, tagidan qirqib qo'yasiz. Keyin ancha shox bo'lib shoxlaydi. Bu qisqa video, shuning uchun yaxshilab men hozir rosa nima qilib ildiz otadigan payt. Mana shunday qilib nima qilsangiz ham bo'ladi. Men bu 2-3 pochkadan qilsangiz ham bo'ladi. Men undoq qilib turib 1 pochkadan qilsangiz ham bo'laveradi. Buni yoniga bundoq qilib sayib qo'yamizda. Mana bu ham ildiz otaveradi. Bitta pochkadagisi ham ildiz otaveradi. Yengilgina pastini bundoq qilib bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
bog'inglar chiroyli bog'lari tilayman. Sizlar ham ko'paytiring. Mandarin po'chog'i nima bo'pti? Chiroyli bog'lar qiling, gullar ko'kartiring. Xohlagan yeringizdan, xohlagan paytda, xohlaganingizcha gullarni ko'paytirib katta qilaveringlar. Omad tilayman hammanglarga. Salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa, Telegram kanalida alohida gruppam bor, Atirgul Ifora degan. Kirib bemalol savol-javob qilishimiz mumkin. A'zo bo'lib yozilib qo'yinglar. Bemalol keyinchalik gaplashaveramiz. Ko'chatlar kerak bo'lsa, qalamchalar kerak bo'lsa, qalamchadan bo'lgan ko'chatlar albatta bor. Sotuvda 35 ming, 1 litrli 35 ming, 2 litrlilari 45 ming, 5-7 litrlilari 50 mingdan. Kimda savollar bo'lsa, marhamat, javob beraman. Bemalol kirib savol-javob qilamiz. Kimda savollar bo'lsa, salomat bo'linglar.